Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu videoni ham vazn tashlash va to'g'ri ovqatlanish mavzusida gapirmoqchiman. O'zi kasalliklar birinchi navbatda noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi. Bitta kitob bor, Atom odatlar degan. Mana shu oxirgi 2 yilda juda ko'p o'qilgan kitoblar biz xalqimiz orasida. Bu kitobning asosiy mazmuni disiplina. Ya'ni kichkina kerakli, foydali odatlarni uzoq muddat doimiy ravishda bajarib yurishdan iborat. Xo'p, to'g'ri ovqatlanishni nimaga bunga bog'layapman? Biz juda ham ko'p tavsiyalar, maslahatlar eshitganmiz. Ya'ni nonushtani o'z vaqtida qilish, o'zi aslida bu nimaga kerak? Birinchi navbatda ertalabdan metabolizmni uyg'otib olish va kun davomida ko'p taomni iste'mol qilmaslik uchun yoki ovqatdan oldin iliq suv ichish, kuniga 6000-7000 qadam yurish, shirinlik, gazli ichimliklarni iste'mol qilmaslik. Shunga o'xshagan tavsiyalar juda ham ko'p. Men bunga yangilik qilib bir narsani kiritib o'tmoqchiman. Mikroelement, vitamin, aminokislotalar. Buni siz обязательно qo'shish kerak. O'zingizni taomnomangizga qo'shishingiz kerak. Birinchi o'rinda energiyani, ya'ni siz dieta qilganingizda, vazn tashlamoqchi bo'lganingizda energiya yetishmovchiligi, bu shu sizga organizmga kerakli bo'lgan mikroelementlarni yetishmasligidan kelib chiqadi. Hamma kerakli mikroelementlar bitta dona amino kapsulasida mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, hozir biz yurtimizda, umuman butun dunyoda juda ham katta mavzu bo'layotgan vitamin D3, omega 3 mahsulotlari, bundan tashqari vitaminlar, minerallar, aminokislotalar bitta kapsulada mavjud. Biologik faol qo'shimcha. Umuman mutlaqo zararsiz. Ayollar, erkaklar, hattoki homiladorlar va o'sha laktatsiya paytida bo'lgan ayollarga ham mumkin. Ozmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham zarur.